shoiri, davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevral kuni Hirot shahrida dunyoga kelgan. Qo'qon shahridagi 57 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida buyuk mutafakkir, so'z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan ijodiy kecha tashkil etildi. Navoiy bobomizning o'lmas merosini yod etish, uning hikmatlaridan bahramand bo'lish uchun jam bo'ldik. Mazkur tadbirda shahar maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi rahbariyati, pedagoglar hamda tarbiyalanuvchilar ishtirok etdilar. Ijodiy kechani shahar maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Irodaxon Mirzayeva kirish so'zi bilan ochib berdi. U o'z nutqida Alisher Navoiyning hayoti va boy ijodiy merosi, uning o'zbek adabiyoti va milliy ma'naviyatimiz rivojidagi beqiyos o'rni haqida qisqacha to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng tashkilot tarbiyalanuvchilari buyuk bobokalonimizning yod olgan g'azal va she'rlarini ifodali tarzda ijro etib, yig'ilganlar e'tiboriga havola etdilar. Ey Navoiy boda birla urram et ko'ngil o'yin, ne uchun boda birla kelgan uyga qayg'u kelmadi. Shu kuni jajji tarbiyalanuvchilarning badiiy chiqishlari tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Tadbir davomida Alisher Navoiyning hayoti va ijodini aks ettiruvchi sahna ko'rinishlari ham namoyish etildi. Siz nima deysiz, Alisher? Rostdan ham turkiy til ulug' asarlarga yetarmikan? Yetar emas. U allaqachon yetuk. Faqat hali uning ovozini baland aytadigan yurak chiqmagan. Ushbu sahna chiqishlari orqali bolajonlar buyuk shoirning ibratli hayoti, ilm-fanga bo'lgan muhabbati va insonparvarlik g'oyalarini o'zida mujassam etgan ijodi bilan yanada yaqinroq tanishdilar. Fevral oyini adabiyot bayrami oyligi desak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki bu oyda o'zbek adabiyotining eng yorqin namoyandalari, g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy, Zahriddin Muhammad Bobur tavallud topgan sana bo'ladi. Mana shu sana munosabati bilan bizning ta'lim tashkilotimizda ham Navoiyni yod etib nomli Navoiyxonlik kechasi o'tkazilmoqda. Bunday tadbirlarning o'tkazilishi bolajonlarda mana shu buyuk siymolarga, buyuk ajdodlarimizga hurmat, ularning asarlariga qiziqishlarini yanada orttiradi. Mazkur ijodiy kecha yosh avlod qalbida milliy qadriyatlarga hurmat, adabiyotga mehr va buyuk ajdodlarimiz merosiga sadoqat tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qildi. Siz ko'p dushmaningiz. Gulim,